Zuliya degan ayolni taniysizmi? Zuliya? Haqiqiy ismi, familiyasi Zulfiya Yaminova. Taniyman. Nima edi? U hozir hibsda. Reyd vaqtida qo'lga tushgan. Mana bunga nima aloqam bor? U yaqin tanishingizmi? Hop, nega mendan uni so'rayapsiz? Men uni hech qanaqa jinoyat qilganim yo'q. Zulfiya Yaminova mijozlari tanishlariga qasddan SPID, ya'ni AIDS yuqtirganlikda gumonlanyapti. Bu xastalik asr vabosi ekanligini bilsangiz kerak. Zulfiya Yaminova kimlarni tanishini aytganda, siz haqingizda ham ko'rsatma bergan. Siz bu xastalik sizda bor yoki yo'qligini aniqlash uchun analiz topshirishingizga to'g'ri keladi. Hop. Topshiraman.